qadoqlash uchun ishlatiladigan narsalar. Davlat xavfsizlik xizmatining Buxoro viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari va departamentning Buxoro shahar bo'limi xodimlari tomonidan Buxoro shahar Gazli shoh ko'chasida joylashgan yashash xonadonida dori vositalarini qadoqlashga mo'ljallangan yashirin sex tashkil qilib, dori vositalarining yorliq va yo'riqnomalarini o'zgartirish orqali qalbaki dori vositalarini tayyorlash, saqlash, o'tkazish, shuningdek dori vositalarini yoki tibbiy buyumlarni dorixonalardan va ularning filiallaridan tashqarida realizatsiya qilish faoliyati bilan shug'ullanib kelayotgan fuqarolar aniqlandi. Mana rastvorlar hammasi qo'l bilan tayyorlanadi. Ishlab chiqaruvchi davlat va tashkilot nomi ko'rsatilmagan, davlat ro'yxatida mavjud bo'lmagan, qalbakilashtirilgan va yaroqlilik muddati o'tgan dori vositalari ma'lum bo'ldi. 31 turdagi 8332 quti va 3336 dona dori vositalarining bugungi kundagi chakana savdodagi jami narxi 380,8 million so'mni tashkil etadi. Departamentning Buxoro viloyat boshqarmasi va Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari hamkorligida Buxoro shahrida o'tkazilgan tezkor tadbirda fuqaro xonadonidan qalbakilashtirilgan 31 turdagi 8332 quti va 3336 dona dori vositalari ashyoviy dalil sifatida olib qo'yilgan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 186.3-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Ayni ayozli kunlarda dorixonalarga bo'lgan talab oshishi bor gap. Shuning uchun xarid qilinayotgan har bir dori-darmonning haqiqiy ekanligiga ishonch hosil qilish, uni yo'riqnomaga muvofiq iste'mol qilish, aks ta'sir ko'rsatgan holda esa zudlik bilan shifokorga murojaat etish talab etiladi. Yana bir muhim jihat shundan iboratki, agar siz xarid qilayotgan dorining haqiqiy emasligiga shubhangiz bo'lsa, hech ikkilanmay dorixona tomonidan mazkur dori vositasiga tegishli muvofiqlik sertifikatini so'rang. Agarda bunday sertifikat mavjud bo'lmasa, shu zahoti huquq-tartibot idoralariga murojaat qiling. Zero jamiyatda jamoatchilik nazorati qanchalik kuchli bo'lsa, uning mustahkamligi ham oshib boraveradi.